Hammasi bo'lmasa, sizlar Skill Gaming kanalidasizlar. Bugungi mavzuyimiz taqqoslash operatorlari. Taqqoslash operatorlari deganda o'zlaringiz tushunib turibsizlar. Biz ikkita narsani yoki undan ko'p narsani bir-biriga taqqoslaymiz. Endi Pythonda o'zining taqqoslash belgilari bor. Hozir bular bilan tanishtirib o'taman. Birinchisi a ikkita teng b. Bu tenglik. Bu tenglikni bildiradi. İkincisi a undov teng b. Bu tengsizlikni bildiradi. Keyingisi a kichik belgi keyin b. Bu degani kichik. A b'dan kichik. Hop. Keyingisi a katta belgisi b. Bu katta. Pastga tushamiz. Undan keyin hop. A endi kichik belgisi teng b. Bu hozir kichik yoki teng. Keyingisi ularni bilgandirsizlar. A katta yoki teng. Hop, endi bu kodlar o'zlarini ko'ra nimani tushunmayotganliklaring ham mumkin. Hozir buni birontasini kodda ham ko'rsatib beraman. Yozamiz. A teng 5. Pastga tushamiz. B teng 6. Yozamiz. Print a teng b. Keyin bunda ularni ko'rib turibsizlar. Men bu ikkalasini teng deyapman. Bu hozir false deb chiqarib berish kerak yoki true. Mana false mana. False yolg'on degani. Ana a bilan b chunki teng emas. Yana bitta kod. Hozir mana bularni bekitib qo'yay, bo'lmasa xalaqit berishadi. Pastga tushib yana yozamiz. Hop. A teng 5. Pastga tushamiz. B teng 5. Keyin pastga tushamiz. Print 5 bas, mana shuni 6 qilaylik yana. Mana tepadagi kodga ketamiz. A teng b. Agar teng bo'lish uchun undan nechini ayirish kerak? 1 da ayirish kerak. Shunga b minus 1 qilamiz. Mana a b dan 1 da ayrilganiga teng. Agar b dan 1 da ayirsa, u a ga teng bo'ladi. To'g'ri. Hop. Ana true. Bu rost degani. Hop, bularni ham bekitib qo'yamiz. Hozir mana bu nechtasi ishladi? Tenglik ishladi. Endi mana bularni ham bitta misol keltirib qo'yaman. Hop. A teng 6. B teng 8. Print a undov teng b. A birga teng a bga teng emas. Qani? True. To'g'ri. Pastga tushamiz. A teng 9. B teng mayli 10. Print qavs a kichik a kichik b. Demak biz a bdan kichik deyapmiz.
Bu to'g'ri. Mana true. Pastga tush. Qaysilari bo'ldi? 3 tasi bo'ldi. Endi katta yoki kichik, kichik yoki teng, katta yoki tengni qilamiz. 3 ta qoldi. Hop. A teng 90 deylik. B teng 72. Print A katta B. Hozir bu kodda biz A'ni B'dan katta deyapmiz. Qani? True. To'g'ri aytyapmiz aka. Pastga tushamiz. A teng masalan 10. B teng 20. Print qavs A kichik yoki B ga teng. A B dan yoki kichik yoki teng. Qani? True. Endi pastga tushamiz. Yana endi katta yoki tengni qilib beraman. A teng 80. B teng 70. Print A katta yoki teng B. Qani bunda ham true chiqarib beradimi? Ana true. O'zlaring ko'rdinglar ana qanaqa ishlashini. Hop. Endi yana boshqacha koddan ishlatib beraman. Yozamiz print qavs ichiga Anvar deb yozamiz, lekin kichkinada. Anvar. Keyin ikkita teng qo'yamiz. Yana bittalik qavs, lekin endi katta bilan yozib qo'yamiz bosh harfini. Anvar. Bosh harfni katta yozib qo'yamiz. Keyin endi ishlatib ko'ramiz. Ana false. Chunki mana shu Nvar to'g'ri, lekin mana A bunday katta, bunday kichik. Demak, bu ikkalasi teng emas. Hozir yana yozamiz. Print qavs ichiga yozamiz Anvar endi teng yana bitta Anvar. Hozir true deb chiqarib berish kerak. Ana, to'g'ri aytyapmiz aka. Hop, 8 minut bo'libdi video. 10 minut qilib qo'yamiz, keyin bo'ladi. Pastga tushamiz. Hop, yozamiz ism Ahad. Pastga tushamiz. Print ism Undov teng. Hop. Ahad. Mana bu yerda aytyapmiz. Ismda hop, ismda mana kichkina A bilan boshlangan Ahadga teng deyapmiz. Bog'da mana bu birinchisi A katta boshlanyapti-yu. Bunga teng emas deyapmiz ismda. Tushamiz. Print qavs ichiga ism nuqta title. Hop. Ichiga tashqarisiga ikkita teng Ahad. Keyin katta A bilan yozib qo'yamiz. Pastga tushamiz. Nums 1 teng
to'rtburchak qavs ichiga 1,2,3. Pastga tushamiz. Nimiz 2 teng 1,2,3 tur. Pastga tushamiz. Print qavs ichiga nimiz 1 undov teng nimiz 2. Demak, mana bu sonlarni buni sonlarga teng demayapmiz. Demak, bularga tengbas deyapmiz hozir. Yozamiz print ichiga 9 ikkita yulduzcha 2 katta belgisi teng katta yoki teng 7 ko'paytiruv 9 plus 18. Qanaqa deb o'ylaysizlar? Keyin pastiga x teng 10 print qavs ichiga x ko'paytiruv x kichkina qo'sh tirnoq ichiga x ikkita yulduzcha 2. Pastga tushamiz. Print x ko'paytiruv x katta belgisi teng keyin float keyin ichiga f string x ichiga gulli qavs ochamiz. x ikkita yulduzcha 2. Qani bitta matga qavs. Keyin printni boshiga bunday qavs ochib qo'yib bo'ldi. Qani endi kodni sinab ko'ramiz. Qayerdadir xato ketdi. Mana buni olib tashlasak endi ishlaydimi? Mana birinchi aytganimiz ism Ahad birinchisi to'g'ri ekan, ikkinchisi ham to'g'ri, uchinchisi ham to'g'ri, to'rtinchisi ham to'g'ri, beshinchisi xato deyapti. Lekin bunini xato deyapti. Oltinchisi bunini to'g'ri deyapti. Hop, kodimiz ishlayapti. Hop, Telegram kanalimizga hali qo'shilmaganlar bo'lsa, video shuni kommentariyaga tushsanglar, o'shda tashlab qo'yganman silkasini. Aytgancha, sizlarga uyga vazifa mana shu taqqoslash mavzusiga 10 ta kod yozish kerak. Mana 5 ta mana bunga 5 ta boshqasiga o'tib ketdi. 5 ta mana bunaqaga sonli harfliga. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.